Assalomu alaykum. Bugun 3-aprel 2026-yil. Yana ko'prikning oldida turibmiz. Yangi musorlar ko'payyapti. Shishalar bor mana. Bir qopga birov shisha tashab ketibdi. Aroq shishasi. Bir qop piyoz ham tashab ketibdi mana. Ko'karib ketgan piyoz. Ko'chani yoqasida-da. Pastroqda bo'lganda ham mayli. Ko'rinmaydi desa. Mana hozir ko'prikka boramiz. Ko'prikning ahvoli 2022-yil yozgan ekanman ko'prikda. Endi javob xatlari kelgan 2022-yil iyun oyida, 2022-yil iyul oyida, avgust oyiga qadar ta'mirlab beramiz deb. Bu yil 2026-yil aprel oyida turibman. Bu degani 2022-2026 ning orasida 4 yil vaqt bormi? 4 yilda ichida shaharlar qurilib ketyapti. 4 yilda ichida shaharlar yo'q bo'lib ketyapti. Butun shaharlar yo'q bo'lib ketyapti. Biza Cho'rashda ahvol mana bu. Ifloslangan suv, ta'mirtalab ko'prik. Mana mashina o'tyapti, asfalt yoqada musor. Kimga telefon qilamiz? Ekologiyagami? Bugun juma. Payariq tuman hokimining qabuli. Alo. Shu voqea bo'lgan joydaman, Bo'ta kanalda. Keling jiyan. Hamon oqsoqlanyapmiz. Mashina urib ketganda tasodifiy tormoz ishlamay qolib urganda ham alam qilmasdi. Qasddan ustimga mashina haydab berdi bu. Habib fermer. Ko'karib turgan dalalar Habib fermerniki. Bir dona salafon ko'rmayapsiz mana, hali ham. E'tibor qilasizlarmi? Mana shu ayri stolbadan o'ziga ko'cha ochib olish kerak. Kanalning nariga qirg'og'idan. Mana ko'cha hali ham turibdi, mana noqonuniy ko'cha, hali ham haydalmabdi. Bugun hokimning qabuli. Kerak bo'lsa hokimni men shu yerga olib kelaman. Bu ham bizga o'xshagan oddiy odam. Ya boshida ikkita shoxi, ya orqasida dumi yo'q. Bu ham oddiy banda, bu ham musulmon. Men shu yerga olib kelaman. Undan oldingi Zafar Ergashevlar uyimgacha olib keltirganman. Zafar Ergashevdan oldingi Dilshod Musinovlar o'zi izlab kelgan. Bo'shab ketishidan oldin. Qancha hokimlar o'tib ketdi. Lekin bizni Cho'rashda ahvol hali ham mana shu. Mana kuchuklar yuribdi mana. Nima axlatxonami? Mana kuchuklarni qaranglar. Hamma narsa to'gyapti odamlar. Yo'q narsani o'zi yo'q. Shiferni sanaqa deysizmi? Kelinchaklar bolasiga ishlatadigan pampers deysizmi?
ovqat qoldiqlari deysizmi, mana kichiklar maza qilib nonushta qilyapti, ertalabki nonushta. Abi fermerning musori ham bor, kerak bo'lsa isbotlab beramiz. Chunki u butun dunyoni sotib olmoqchi o'zini xayolida. Men shu kanalni tozalaganman, men shu kanalni bo'ynimga olganman tozaligi uchun deydi. Mana nima ahvol mana bu? Kim senga shunday huquq berib qo'yibdi? Tozalagan bo'lsang tozalagandirsan, savobdir bu. Lekin mana birovning fermer xo'jaligidan yo'l ochib deb kim qaror chiqarib bergan? Ana shu qarorni ko'rsatsa, men hozir videoni o'chirib tashlayman. Hokim oldiga bormayman. Mana shunaqa nas joyda biza yashashimiz kerak. Meni bolalarim, meni nevaralarim shunaqa joyda yashash kerak. Biza kelajak avlodga nimani tashlab ketyapmiz? Mana shu olamdimi? 50 yil oldin, 100 yil oldin qanday bo'lgan bu yerlar? Men ota-bobom yashagan davrda. Sobiq ittifoq davrida birorta musor ko'rarmidilar shu yerda? Ha, odamlar maqtaydigan Brejnev davrida gullab yashnaganmiz 85-yilda. Hamma shuni gapiradi. O zo'r davr bo'lgan. Ko'ryapman, zo'r davr bo'lgan. Hammang o'sha davrning tarbiyasini olgansan. 50-yildan 70-yilgacha tug'ilgan. Sovet maktabida kommunistik ruhda tarbiyalangan kommunistlar mana chiqib qo'yganini ko'ryapmiz mana. Mustaqil O'zbekistonni kelajak avlodiga nima qoldirib ketyapsizlar? 50 yildan keyin ham bolalar yashaydi-ku shu yerda. Mana shu ko'chadan maktabga qatnaydi. Bu mening vatanimning bir parchasi. Ko'prik ham mening vatanimning bir parchasi. Asfalt ham. Men O'zbekistonlikman. O'zbekiston fuqarosiman. Ya Tojikistondan ya Amerikadan kelganim yo'q. Mana pasportim. O quturgan fermerga "Sen kimsan?" deb baqirganda O'zbekiston fuqarosiman dedim. Mana. Rasmimni ham ko'rishni xohlaganlarga ko'rsatib qo'yaman. Poddelka pasport emas bu. Mana davlat berib qo'yibdi. O'zbekiston Respublikasining fuqarosi Xudoyberdiyev Ne'matulloh Fayzillayevich. Xudoyberdi ham shu yerda yashab o'tgan, Fayzilla ham shu yerda yashab o'tgan. Meni bolalarim, nevaralarim shu yerda ham yashaydi. Mana shu chuqur qishloqda. Men chuqur qishloq bilan Xosa qishloqning o'rtasida turibman. Mana shu ko'prik bizlarda Xosa qishlog'i bilan bog'laydigan ko'prik. Mana ahvoli. Kimdir mana eski musorxonani tekislab mana traktor bilan haydatgan. Bu yoqlarga hech kim musor to'kmay qo'ydi. Mana yaqinda to'kilgan. Chunki 2 oy oldin bu yer haydalgan edi mana. Mana yerni ko'ryapsizlarmi? Haydalgan joy, toza joy. Odamlar yurmasin deb mana shu yo'lni yoqasigacha haydab kelingan. Kimdir salarga xarajat qilgan, texnika xarajat qilgan, beton to'sib qo'ygan. Ko'rga hassa qilib. Va quturgan eshaklar musor to'kishda davom etyapti. Axlat to'kishdi. Nima endi tojikcha yozib qo'yaylikmi? Axlata napato 500 hazg'or so'm deb. 500 ming so'm deb. Ya nemischa yozib qo'yaylikmi? Yozamiz ham kerak bo'lsa. Lozunka ham qo'yib qo'yamiz. Mana og'aynilar boshqa masala. Yaxshilab ko'rib olinglar. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi Samarqand viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasidan 2020-yil 24-iyunda menga kelgan mana Xudoyberdiyev Fayzilla Ne'matulloh Fayzillayevichga javob xati kelgan mana. Avtomobil yo'lining 6-7 kilometr oralig'idagi Zax ariqdagi suv o'tkazuvchi quvurni ta'mirlash ishlari bo'yicha. Lekin hamon mana o'lja yo'lda. Anaqa beton to'siqlar qo'yilgan. Yo'lovchilar tugul, piyodalar tugul haydovchilarga sharoiti yaxshi emas.
hozir mashinada o'tishini tomosha qilasizlar. Bechora gazni tashlab zo'rg'a o'tib ketyapti. Hamma yoqqa beton to'sib qo'yilgan. Mana ahvoli. Bu yil bo'lgani yo'q, ya kecha bo'lgani yo'q. 2022-yildan beri yuguryapman. Kelyapsizmi jiyan? Kelyapsizmi deyman? Ha? Bir minutda yetaman. Ha, bo'pti. Mana bu yoqlarga ham musor to'kib tashlangan. Ko'prikni o'ng qirg'og'i. Agar bugun juma Payariq tuman hokimining qabuli hokim ham biza pisandga ilmasa, militsiyalar sotilgan bo'lsa, sudyalar sotilgan bo'lsa, bu Habib fermerni qarindosh urug'i butun tumanni egallab olgan bo'lsa, biza viloyatga chiqamiz. Toshkentga boramiz. Prezidentgacha boraman. Mana suvni yo'q qilaman birinchi o'rinda. Mana shu yergacha Haydarko'l suv o'tib. Hali bitta video lavha qilganman, Payariq tumanida Poy kanalida gram suv yo'q. Bu yerda suv bor. Chiroyli bitta lavha qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.